Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Bugun Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Bo'rbolliq qishlog'idamiz va bugun Sohibaxon onajonimizni tavallud topgan kunlari. Bugun ularni xursand qilgani, mana orqada yaqinlari, chiroyli niyatlar bilan tashrif buyurgan mehmonlar turishibdi. Xudo xolasa chiroyli gullar, chiroyli dil izhorlar, chiroyli musiqiy sovg'alar bilan onajonimizni xursand qilamiz. Bugun kunlaringiz yana bir bor muborak bo'lsin. Toshqarda mana chiroyli dekoratsiyalar o'rnatganmiz. Kutilmagan holatda ularni xursand qilamiz. Biz ko'rsatuvimizni boshladik. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning dursiz, olam aro mehrda onalar mashhursiz. Siz bor hayot boshqacha, unda yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ona, kim bilasizmi? Ochligidan o'lim arafasiga kelib qolsa ham eng so'nggi luqmasini, nasibasini sizga bera oladigan zot. Ona, kim bilasizmi? Sizni dunyoga keltirish uchun qancha azoblar, hattoki o'limga ham tik boqa olgan zot. Ona, dunyo bir yon, siz bir yon, men uchun bo'lgan giryon. Baxtlidirman yonimda, onam bo'lsangiz har on. Onajonim, jon onam, mehrlariga boy onam. Men uchun bu dunyoda sizdagisi yo'q onam. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Tabriknomamizni boshlaymiz. Assalomu alaykum meni uchun qadrli bo'lgan aziz insonim, mehribonim onajonim. Bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Onam haqida gapiradigan bo'lsam, onam oqko'ngil, mehribon, aziz insonlar. Onam bugun muborak 54 yoshni qarshi olmoqdalar. Onajonim, umringiz uzoq bo'lsin. Doimo baxtimizga sog' bo'ling. Siz dunyodagi eng mehribon onasiz. Biz baxtli farzandlarimiz, chunki boshimizda otamiz, onamiz borlar. Onajonim, bunaqangi tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'rib, birgalikda nishonlash hammamizga nasib qilsin. Bizga katta hayot yo'lida saboq berganingiz uchun, boringizni berganingiz uchun, bir o'lib tirilib bizni dunyoga keltirganingiz uchun sizdan butun umr qarzdormiz. Otajonim, onajonim, doimo baxtimizga sog' bo'linglar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz deb farzandlaring nomidan, qolaversa bugun Sohibaxon opa bizni ijodiy jamoamiz nomidan, Tavakkaljon akamiz nomidan, barcha mana nafaqat bizni mana shu Oltiariqdan, qolaversa boshqa joydan ham mehmonlar kelgan. Mana bugun xursandchiligi sherik bo'lib turishibdi. Kelgan mehmonlar nomidan tabriklaymiz. Bugun eng asosiysi, bugun sizga chiroyli niyatlar, yaxshi tilaklar bildiriladi. Kuyovingiz Shuhratjon nomidan, qizingiz Tojixon nomidan, Azamatjon nomidan, Gulnurxon nomidan, Mirzohidjon nomidan, Saidaxon nomidan, Muhammad Karim nomidan,
hammalar nomidan va bugun tabriklaymiz Cho'lponoyxon nomidan. Bugungi baxtli kunlar yana bir bora muborak bo'lsin. O'zi ona haqida tabrik yozilayotganda hamma onasini tasavvur qilib o'qiydi. Hammani xayoliga onasi keladi. Yosh kattami, yosh kichkinami, baribir onalarimiz muqaddas hisoblanadi. Onani borligi bu eng katta boylik. Farzandlaring dunyodagi eng boy farzandlarimiz desa yarashadi. Chunki ota-onasi hayot. Mana orqamizda turishibdi. Orada otasi yo'qlar bor, onasi yo'qlar bor. Otani qadrini, onani qadrini so'rasangiz, bir to'yib quchoqlash uchun, otam uchun, onam uchun hidlash uchun borini berishga tayyorman degan insonlar turibdi. Baxtimizga sog' bo'linglar. Yana bir bora sohibaxonona tabriklaymiz. Guldiroz qarsiginglar bo'lsin. Endi mana hozir xursand bo'lib turibman. Qo'llarda chiroyli dastagul bilan Umr yo'ldoshingizdan birinchi bo'lib tabrik eshitamiz. Marhamat. Uzoqdan kelganlar, yaqin kelganlar mehmonlarga rahmat. Ana shu soyabahon Umr yo'ldoshimga uzoq umr tilayman. 150 ga kirsin ilohi. Uyda barakasi bo'lsin. Hamisha uyimda men kelganimda kutib tursin meni. Allohimga shukr. Boriga shukr. Qarsiginglar bo'lsin. Eng baxtli onlar Umr yo'ldoshi qo'ldan gul olish ayollar uchun. Qarsiginglar bo'lsin. Marhamat. Faqat gul olish emas, orada pulini olib turish ham ayollarning baxti. Bizni ko'rib turgan otalar, pulini ham berib turaveringlar. Gul o'rniga pulini berib qo'yaveringlar deydi biz o'zbekimiz ayollari. Murizon bo'lsin, katta farzand kim endi? Marhamat. Hozir bu Mayli, o'rinbosarlar. O'rtaga o'ting, insonlar turibdi. Tilagingizni eshitamiz, marhamat. Baxt, yaxshi ko'raman deb qo'ysiz bo'ldi. Mayli, o'sha yig'lagani shirinda. Bo'lmaylar, baxtimga sog' salomat bo'linglar. Sizlar shunaqa kunlarga yetishdilar. Qarsiy baland turib. Sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Amirbek, mana men. Sizlar rahmat. Kam bo'lmaylar, bollaylar. Marhamat. Siz keyin. Ayollar bizda hurmatli bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum barcha onamni, meni yaxshi ko'radigan qadrdonlarim, yaqinlarim, mana shu yerda uzoqdan meni hurmat qilib, onamni hurmat qilib kelgan buvajonim, barchalarni rosa yaxshi ko'raman. Ayam yaqinlari, yoshligidan birga katta bo'lganlari hammalaring bugungi shukrona kunlariga xush kelsinlar. Umrlaring uzoq bo'lsin. Sizlarni rosa yaxshi ko'raman. Ayajon bugungi shukrona kuni sizlarga bo'lsin. Allohlarni berganiga shukr. Allohimga shukr, shukrlarga yetkazganiga shukr. Rahmat, bo'lmayman. Sizlarga mana shunday farzandlaringizga hurmat qilinglar. Hamisha bizga hurmatda yuringlar. Rahmat. Qani endi sizdan eshitamiz aka. O'rtalarga. Assalomu alaykum aziz opalar, akalar, qarindoshlar. Xush kelibsizlar. Shu onam umri uzoq bo'lsin, tana joyi sog' bo'lsin. Shu dadamni yonida hamisha xizmatda bo'lib yurishaversin. Dadam baxtimga sog' salomat bo'lsin. Bu akam aytgandek, aslida hamma narsa pul, boylik emas. Avvalo sog'lik, keyin ota-onamiz. O'zim musofir yurtda keta bilmaydim. Onam juda sog' onaman.
umrlari uzoq bo'lsin. Musofirchilikda bir kunda o'tish qanaqa qiyin, chunki hech narsa qiynamaydi yigit kishini, sog'inch azobi yomon qiynaydi. Otangizni ham bag'ringizga bosib qo'ying. Har sayt balandroq cholaverasiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Meni shu 15 yildan beri, ya'ni tug'ilib o'z aqlimni tanibmanki, shu xolam bo'lsa ham meni ikkinchi onam tarzida meni voyaga yetkazib, hech kimdan kam qilmay, onamni o'rnini bosganiga rahmat aytaman. Sizni juda yaxshi ko'raman. Onam bo'lmasangiz ham men uchun eng onamdan ham ulug' onamsiz. Sizni yaxshi ko'raman. Ko'rarkan. Ba'zi bir odamlar shunaqa bo'ladi, ichidagi bor tuyg'uni quchoqlab turib aytib qo'ya qoladi o'ziga. Kimdir dilidagini tiliga chiqara olmasligi ham mumkin. Hozir shu yerda Qimmat akam qanilar endi? Aka keling. Ikki og'zim siz bilan ham tilagingizni eshitaylik. Chunki xalqda bir gap borki, onangni boshingda tutsang, singlingni opangni kaftingda tutgan deyshadi. Assalomu alaykum. Qani? Yonlarga turib. Dadam ham onam bo'lgan ukamga shukur, jigarlarimga shukur. Xo'p. Tezda yig'laganmisiz, kulganimi? Avvalambor assalomu alaykum. Shu opajonim, buniga nima o'tgan ekan. Kelinsan opa. Aka uzr. Keling opa. Endi akamning oilasi u. Keling, baqa keling bo'shu ekan, mana katta qilgan onam o'tgandan keyin, ularni Xudoga shukr, onalari uzoq bo'lsin, mana onam o'tgandan keyin, mana shu yerda inson mana katta qilib, uylantirib, bola chaqalik qilgan shular. Endi onani o'rniga gapirsa, gapirib, his qilib gapiraman. Bizni baxtimizga shu oilamiz baxtiga bosh bo'lib yursin. Har doim sog' salomat bo'lsin, uzoq umr ko'rsin. Dunyoda hamma yaxshi niyatlarni shu opamga aytaman. Shunga bag'ishlayman. Nevaralarini chiqarib to'ylarni qilish nasib qilsin, bizga bosh bo'lib yursin. Endi akamni o'rniga akamning oilasi ham ta'minlab qo'ysin-a. Hammayni opajon, bildim, tushunibsiz, ham gap bo'lmayapsiz. Qani endi shu kunlarni ko'raman, mana ota-onam bo'lganda edi, bundan ham baxtli bo'lardim. Akam bo'lganda bizni boshimizda. Ular jo'lar jannatda bo'lsin deyman. Endi bularni qo'ygan bilan birorga bersa, har doim kulib yursin. Avvalambor sizlarga katta rahmat. Shularni taklifini qilgan kollektivlarga katta rahmat berjon. Yaxshi kunlar nasib qilsin sizlarga. Xo'p. Davramizda andijonlik mehmonlarimiz bor. Marhamat, taklif qilamiz. Xudojonlar, oling xudo, bering xudo, odatimiz o'lmasin deydi. Yonlarga o'tib. Hozir rosa harakat qilsam ham shu Barnogulga kelganda men tekst o'qiyapman, o'qolmayapman-da shu. Nima demoqchiman? Siz nomingizda mana alohida mehmonlar bilan birgalikda tabriklaymiz, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Shu xonadonga xush kelibsizlar. Xudam ham siydim.
menga katta qilib, yoshligidan katta qilib bergan qiziga rahmat. Qaysi kila bo'lsan shu yerda? Qizini baxtiga dadasi ham, ayasi ham umri uzoq, rizq bo'lib bo'lsin. Qiz baqqanga rahmat. Tug'ilgan kuningiz bilan baxtli bo'ling. Qiynab berganmiz, yugurib xizmatini qilyapti deydi. Onajon sog' bo'ling, umringiz bo'lsin. Xush kelibsizlar oltarig'imizga. Farzandining orqasidan rahmat eshitish bu ota-ona uchun juda ham katta bir baxt. Ayniqsa qizlari orqasidan bu yaxshi ta'lim tarbiyalaringni, halol luqmalaring natijasi. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Taassurotlaringizni eshitamiz. Kayfiyat qalay bo'ldi? Akajon yaqinroq. Qani? Ray, to'xtang, chicha turib borasiz. Xudoyimga shukr. Shukr. Meni ham onam ham dadam o'rnida bilaman opamni. Sizni baxtimizga sog' omon bo'lsin doimo. Hamisha kulib yuring opa, dard tortmang. Sog' salomat yuring. Hammamizni to'yimizda, uyimizda to'risi bo'ling. Ilohim Xudo nasib qilsa narigilar hojona bo'lsin endi. Hojaga nasib qilsin borish endi. Opajon. Ham musofir yurtda yurgan Selim Hurixon nomidan, G'ayratullo, Oyatullo nomidan ham opajonimni tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin, qiz ulug' bo'lsin. Doim shunaqa hurmat izzatda yuring opa. Rahmat sovg'alar uchun. To'rtdan bor ekan, topshirib qo'yaylik, keling. Siz chiqayotganingizda baqirib ta'minladi shu Selim. Sekin ehtiyot bo'ling. Sekin. Anna Muhammad. Yo'sin. Katta yigit bo'ldi. Malades. Bayram tortlari muborak bo'lsin. Allohga shukr. O'qiyverasiz. Taassurotlaringizni eshitamiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Shu bugungi Allohga shukrona bo'lgan ummat bo'lgan kunim ekan bugun nafaqa yillarga yetkazibdi. Allohimga shukr. Shu kunlarni nasib etganiga shukr. Menga shunday turmush o'rtoq berganiga shukr mehribonidan. Shunday shirin farzandlar berganiga, jigarlar berganiga shukr deyman. Mana bugun hammalari, mana dugonalarim, jigarlarim hammasi mahalla qo'shnilar kelishibdi. Rahmat. Hammalariga qadamlaringga hasanatlar bo'lsin. Ilohim hammamizni shunday kunlarga yetkazsin ilohim. Hammani niyatiga Alloh yetkazsin. Ilohim shu sinfdosh o'rtoqlarim bilan, jigarlarim bilan birgalikda yana yilga hammamiz birga jam bo'lib hojiga safar qilaylik ilohim. Ilohim hammani shunday kunlarga yetkazsin ilohim. Shu farzandlarim shu narsani tashkil qilibdi. Rahmat. Shu menda qanday izzat hurmat qilgan bo'lsa, ularga ham Alloh shunday izzat hurmat qilsin, farzandlaridan shunday nimalarni olsin ular ham. Rahmat hammalaringga, xudolarimga ham hammalariga rahmat. Ularga ham rahmat. Salomat bo'ling. Xursand bo'ldingizmi? Kayfiyat zo'r bo'ldi. Pensiyadan 10 yil ayirib tashlaymiz, yosharib ketdingiz endi. 44 qilib ko'ramiz. Endi biz baxtiyor oilamiz degan qo'shiq marhamat davraga taklif qilamiz. Zarda hayallarda sochlari anvardu shamollarda ikki yuzi qizargan uyalganidan yurakkinam mazonlarida ariqning bo'yida maysalar ochildi maloning o'yida kecha rosa o'ynabmi sadrning to'yida ko'zlarim chaqnaydi muhabbat ko'yida malohat menga bermagin jarohat yuragimning davosi ey malohat
boshimga balo sen nechun uyalmay sindirding meni uyalmay ariqning bo'yida maysalar ochildi maloning uyida kecha rosa o'ynabmi sadrning to'yida ko'zlarim chaqnaydi muhabbat ko'yida malohat menga bermagin jarohat yuragimning davosi ey malohat hali shoh